Akalavoni instasamda rasa mana yangi yo'l ko'rsatishyapti. Men ham mana shu yerga keldim. Qaranglar mana. Yangi tunnel. Yog'i kazarmadan chiqadi, lekin men kazarmaga borganman, yoqda yurganman. U paytda bu yo'l yopiq edi. Xullas, hozir yangi yo'l ochilibdi. Mana orqamdagi tog'ni rangini qaranglar. Bo'lakcha, boshqachami? Bizning sevgimiz bo'lakcha deganidan bo'ldi. Rangini qaranglar. Ag'ini qaranglar, bag'ini qaranglar. Ag'ini qaranglar, bag'ini qaranglar. O'ta go'zal. Havo nihoyatda mo'tadil. Muzdek shabada. Deganda keldik yana. Bir narsa degim kelyapti. Endi nima deshni bilmayapman. Xullas sog' bo'lasizlar. Chiroyli joylarni ko'rsataman xullas. Xullas o'sha mana Instagramda mashhur bo'layotgan. Instagramda mashhur bo'lgan o'sha yangi qurilgan yo'l, yangi tunnel. Mana salkam 4 kilometr. Dengiz sathidan 2521 metr balandlikda. Yog'i kazarmadan chiqamiz. Xullas chiroyli ko'rsatib ketiraman-da. Mabodo ko'rgilaring kelsa mazza ko'rib olasizlar. Hozir bizda kecha shunaqa issiq bo'ldi, O'zbekistonda chidalmadim. Oxir shartga bordim. Nima bo'lsa bo'ldi. To'plabmanmi? Ketmadim, hisoblabman. Jigarlar mana tunnelni bag'iga o'tdik. Deyarli 4 kilometr ekan. Biz o'tgan tunnellarda eng uzuni mana shu bo'ladi. Xullas, bag'i kazarma o'zi. O'n qaranglar, go'zallikda. Qorni qaranglar, qorni turishini qaranglar, qorni. Bay. Quyosh. Ob-havo o'ta go'zal. Haqiqatda go'zal, bor. Go'zallikni qaranglar. Qorni qaranglar. Teng ketyapti. Chetdi Instagram. Assalomu alaykum. Qirg'izistonlik radnoylar yo'lda variantni to'xtatib berdi. Fotoga turamiz. Yuklosh. Xullas jigarlar tepada g'orcha bor ekan. Mayda Norin daryosida qiziq tuyulib rasmga tushib, videoga tushyapti ekan. Mana mashinalar eng opasni yo'llar tosh. Shuni yo'llarga qulab to'kilib tushgan. Jag'ilib pishiribdi. Mayda tog'i qizarib ketibdi, quyoshda turaverib. O'ta chiroyli chiqyapti. Men olyapman, ha. Chiqqan emas, mishiq berib olaman bunchalik go'zal narsa. Tag o'tirilib qolibman, opasnilashib mana. Ko'rdinglar-a? Eslatib yuraverasizlar şeylar. Hayır. Top tikkaligini qaranglar. Yo'l ochganini. Oha,
ayna kirlik qilyapti-da.